Assalomu alaykum. Meni ismim Muzaffar. Qo'molosh markazida yetkazib berish xizmatida kuryer bo'lib ishlayman. 2016-yil Toshkent davlat pedagogika institutini tugatib, taksiga chiqib ketdim. 5 yil davomida taksilik qildim. Hozirda 2 yil davomida Qo'molosh markazi dastlabki xizmatida kuryer bo'lib ishlayman. Nimaga taksichilikdan yetkazib berish xizmatiga o'tdim? Birinchidan, kilometri kam aylanadi. Buni taksichi akalarimiz ham bilishadi. Ikkinchidan, yaxshi daromad. Uchinchidan, tayinli ish joyi. Bizdan talab qilingan narsa buyurtmalarni o'z vaqtida sifatli, issiq yetib borishi. Bu eshitilishi oson bo'lishi mumkin, lekin o'ziga yarasha mashaqqat va qiyinchiligi bor. Ko'chalarda probka bo'ladi yoki ob-havo tufayli zakazlar kech boradi. Bunday iltimos so'rab qolardim mijozlarimizdan bizani to'g'ri tushunishligini. Ish joyim yaxshi, o'qiyotgan ishim o'zimga yoqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.